integralimiz tushgan. Bu integral qanday qilsak bo'ladi? Mana bundan biz hozir sinus kosinus kosinus x 7 darajasini dx ichiga kiritib olishimiz uchun endi men buni belgilash uslubi deb tushuntirganman. Mana buni birinchi darajaga keltirishim kerak. Integralda sinus x ko'paytirilgan sinus x kvadrat deymiz. O'shani joyiga 1 minusdan kosinus kvadrat x qo'yaveramiz. Mahrajimizdan keyin kosinusdan x ning 7 darajasi bo'ladi. Bu yoqda dximiz turibdi teng. Keyin nima qilamiz? Qavs ochamizda xatma-xat bo'lamiz. Qavs ochib xatma-xat bo'lganimizda integralda sinus x taqsim kosinus x ning 7 darajasi ayrilgan sinus x taqsim kosinus x ning 5 darajasi bo'ladi. Men kvadratni 7 darajasiga sarf etadi. Shu oralig'imiz keyin dx bo'ladi. Dx teng. Endi alohida xuddi o'sha aytganimiz bo'yicha endi cos x ni dx ichiga kiritib olib ishlasak ham yoki bo'lmasa bunday belgilash uslubida ishlab qo'ysak bo'ladi. Demak, birinchisi integral nimani beradi? Birinchisi integral. Hop, bu kosinus t darajasi -7 -8. Demak, -7 bo'lsa minusdan 6 -6 minusdan 1 taqsim kosinusning 6 darajasi. Minus bu endi plus bo'lib ketadi. 1 taqsim 6 ham bo'ladi. Yerda 4 bo'ladi. Kosinus 4 darajada x oralig'imiz pi taqsim 4 ga minusdan 4 minus pi taqsim 4 ga bu yoqda ham pi taqsim 4 bo'ladi. Endi chegarani qo'ysak bo'ladi shu oralig' bo'yicha. Hozir bir marta hisoblab ko'ramiz. Integralda tagning 7 darajasi minusdan dx da turgan, dt da turgan bo'lsa, misol uchun, hop bu bizda beradi -6. T ning -6 taqsim -6 bu degani minusdan 1 taqsim 6 ko'paygan T ning 6 degani. 6 ko'paytirilgan T ning 6. Demak, to'g'ri bo'ldi. Demak, mana shuni hisoblab qo'ysak bo'ladi ekan. Teng bu. Hop, pi taqsim 4 da kosinusimiz bu 1 taqsim ilzosi 2. Demak, 1 taqsim -6 da turibdi. 6 ko'paytirilgan ilzosi 2 ilzosida 1 taqsim qilamiz. 1 taqsim ilzosida 2 ning 6 darajasi. 2 darajasi 1 taqsim 8 bo'lar ekan. Demak, 1 taqsim 8. Hop, plusdan bu 1 taqsim kvadrat 1 taqsim 4 bo'ladi, 1 bo'lar ekan. Minus deymizda endi buni olib qo'yamiz. Buni olib qo'yganimizda mana bu o'zi plusga aylanyapti. Bunda ham xuddi shu qiymat. Ikkalasi bir xil qiymatga erishadi o'zimizlarimiz. Minus 1 taqsim 6 1 taqsim 8 ko'paytma bor o'rtada. Hop, minusdan 1 taqsim 1. Demak, javobimiz 0 ketar ekan.